Oltin quymalarining narxi keskin pasayishda davom etmoqda. 2026-yil 24-mart holatiga ko'ra O'zbekistonda o'lchovli oltin quymalari narxlarida sezilarli pasayish kuzatildi. Eng kichik 5 grammli oltin quymasining sotuv narxi 9 million so'mni tashkil etib, kunlik hisobda 774 ming so'mga arzonlashgan. 10 grammli quymaning narxi 1,54 ming so'mga arzonlab, 18,1 million so'mni tashkil qildi. 20 grammli oltin esa 3,9 million so'mga arzonlagan bo'lib, narxi 36,2 million so'mga tushgan. Yirik hajmdagi quymalar ham arzonlashgan. Jumladan 50 gram oltin 90 million so'm, 100 gram oltin esa 180,1 million so'm etib belgilangan. Eslatib o'tamiz, 3-mart kuni 5 gramli oltin quymasining narxi 10,5 million so'mni tashkil etgan bo'lsa, 24-mart kuni esa narxlar o'rtacha 1,5 million so'mga arzonlanganini ko'rish mumkin. Xabarni tanishlarga yuboring va kanalimizga obuna bo'ling.